Assalomu alaykum o'quvchilar. Bugun biz siz bilan tarbiya darsi 3-sinf men va atrofimdagi olam birinchi mavzu yuzasidan gaplashamiz. Darsning maqsadlariga keladigan bo'lsak, darsning ta'limiy maqsadi bor, tarbiyaviy maqsad, rivojlantiruvchi maqsad. Ta'limiy maqsad o'quvchilarga men tushunchasi va atrofdagi odamlar, tabiat va jamiyat bilan munosabatlari haqida bilim berish. Tarbiyaviy maqsadini aytadigan bo'lsak, o'quvchilarda do'stlik, mehr-oqibat, odob-axloq, atrof muhitga e'tiborli bo'lish fazilatlarini shakllantirishdan iborat. Rivojlantiruvchi maqsad o'quvchilarning nutqini, tafakkurini, muloqot madaniyatini rivojlantirish, mustaqil fikrlash va o'zini ifoda etishga o'rgatish. Darsning jihozlari va metodlariga keladigan bo'lsak, rasmlar, ko'rgazmali qurollar va rag'bat kartochkalari, savol-javob, suhbat, guruhli ishlash, rolli o'yinlaridan foydalangan holda darsni o'tamiz. Dars jarayoni tashkiliy qismga 5 daqiqa ajratdim. Salomlashish, davomatni aniqlash, o'quvchilarni darsga ruhiy tayyorlash uchun kichik she'r yoki maqol aytish. O'tgan mavzuni eslatish 5 daqiqa. O'quvchilar bilan qisqa suhbatlar, o'zimiz haqimizda gapirganimizda nimalarni aytamiz va nimalarni ko'ramiz, nimalarga ahamiyat beramiz, atrofimizda kimlar va nimalar bor degan savollar bilan o'tgan mavzudan qisqa savollar berish. Yangi mavzu bayoniga keladigan bo'lsak, yangi mavzu bayoni 15 daqiqa. O'qituvchi tushuntirish. Men bu insonning o'zi, uning ismi, oilasi, qiziqishi, odob axloqi, atrofimdagi olam, bu biz yashaydigan joy, tabiat, odamlar, hayvonlar va narsalar deb tushuntirib o'tishimiz kerak. Misollar orqali tushuntiradigan bo'lsak, boshlang'ich sinf o'quvchilarida esga qolishi oson bo'ladi. Oilamiz bu bizning yaqin dunyoyimiz deb tushuntirsak yaxshiroq bo'ladi. Maktab bizning bilim oladigan olamimiz. Tabiat biz yashaydigan muhit. Mustahkamlashga 10 daqiqa ajratdim. Guruhli mashq bajarishga berdim. Men va mening olamim nomli rasm chizdirish va unda qisqa hikoya. Ya'ni ta'riflash. Chizgan rasmini ta'riflash. Savol-javob,